Assalomu alaykum hammaga. Legendarniy qora jentiradan benzin chiqarishni relayni o'rganamiz. Paketni ochib olamiz. Shu relayni chiqarib, biz ochib tayyor qo'yamiz. Kirishkasini ochib, o'zini joyiga suqib olamiz. Kalitni ochib, chimdib tursak, benzin nasosi ishlaydi постоянно. Ishlaydi. Buni tayyor qo'yganimizdan keyin injektor trubkasini chiqaramiz. Injektor trubkasini mana bosadigan joyi bor. Katta bosib birinchi pastga kiramiz, keyin tortamiz. Chiqadi. Oldin chiqarib oldik. Bu so'ralsin deb. Keyin trubka tarafiga anaqa benzin filtrni ichiga so'yamiz, shunday urib. Yaxshilab suqamiz. Keyin to'rnikli baqlashga solib, kalit ochib olib, kalit ochib qo'yamiz. Benzin tushib to'xtab qoldi. Mana relaydan chimdib turamiz. Qo'lingiz bilan chimdib turib. Benzin kelyapti. Shu holatda chimdib tursak, mana benzin to'laveradi o'zi. Yana bir holat bor. Faqat ishlangan o'zi bo'lsa, trubkalar yo'q bo'lsa, ikkinchi holatda orqasidan ochib olamiz. Benzin nasosi ustini ochib, katta trubkani atyotka bilan bosib, tepaga tortasizlar. Buni ham birinchi pastga, keyin tepaga tortsanglar chiqadi. Benzin nasosi shtekер ulangan holatda, ishlangan ulab, oldidagi relayda chimdib turiladi, kalit ochiq holatda, shu bilan benzin chiqaradi. Yana joy-joyiga yana qaytarib. Bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, sahran qilishni unutmang. Yana qaysi avtomobillardan benzin chiqarish haqida video chiqarishimizni kommentariyada yozib qoldiring.